Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, navbatdagi birinchi etajdan 2 komnatli kvartira. Bir adresini aytadigan bo'lsak, Emidin Shodlik to'yxonasi Ko'na bozorining 10ni ber do'stlar. Ko'na bozorining 10nidagi korpuslardan. Korpusimiz yine birinchi etajda, yine otizlar ham bor, oldinda, arkasında elimdan ketib bir narsa qilib ekib qo'yaman desangiz, keyin skvajinam yine kakılgan. Keyin do'stlar yine bir podvallar ham bor, ichanda podval bor. Akkuratni etib yine zutilgan eshiklar ham yine demirdan. Katyolları общий katyol. 200-300 ming so'm qishni kuni undan ko'p chiqmaydi. 200-300 yine demir eshiklar. Yani giyin. Bir de hem öcü kaladı. Hem öcü. Hatta kondisyoneri kaladı. Keyin banyoya gelsek. Tuvalet banyo. Arestom. Vam kaladı do'stlar. Yine acayip zutilgan. Eshiklarni ko'rib turibsa. Kuxniyaga keladigan bo'lsak, yine kuxni. Viteshka, kuxni mebel. Yine soğuk su gelip turibdi. Отопление etilgan. Hamira, yani akvaynalar. Gaz o'tgan, bir de gaz bor. Gazdan problemi yok asosiy. Birinchi etajda yine bir de bu xonasi. Wi-Fi ham o'tib tayyor olib turibdi. Yine отопление o'tgan. Puluna keladigan bo'lsak, 330 milyon 2 komnatli telefon urib kelishaversa. Kvadrat metrlarni az yadimda yo'q deydilar, telefon urib so'rab ma'lumot olaverasizlar. Dokumentlar ham mavjud taq do'stlar. Yine birinchi etaj. Yo'l ustuna 5 minutda chiqsa bo'ladi. Ko'na bozor 10ni bilishlaringiz kerak menimcha. Yani aytib o'tgandek, bir de hech navga deyilmaydi. Hamma o'ch qoladi. Konditsioner, arestomlar. Yani acayip kvartira. Kimlarni qiziqtirsa bemalol telefon uraverasizlar.